Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali bo'yicha do'stlar, bormisizlar, eson-omonmisizlar do'stlar. Sizlar bugungi navbatdagi reklamamiz Malibu dejagadi. Malibu emas, Nexia 2 bo'ladi. Xudo xolasa, asta kelava. Hozir sizlarga Nexia 2 ni obzor qilib o'tamiz. Do'stlar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Like bosib, videoni Nexia 2 izlagan obunachilarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad tilaymiz, hammaga bir-biridan chiroyli avtomobillarni sotib olib haydash nasib qilsin do'stlar. Esa kanalimizni getdik obzor bilan tanishtirib o'tamiz. Nexia 2'miz sotiladi do'stlar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Texpasport ham 14, kuzov ham 14. Bemalol ko'rib xarid qilsangiz bo'ladi. Holati вообще zo'r, diniq holatda. Zanjirlari ishlangan. Kraskasini keladigan bo'lsak, orqa bir kredinda kraskasi bor, detal o'ziniki. Holati вообще zo'r. 147 ming kilometr yurgan. Sonus motorimiz prostoy gidrolika. Hozir bir qator ko'rsatib o'taman. Bakoylar ham yonadi. Pоворotniklari bakoyinda. Holati вообще zo'r. 4 balon ham zakonniy. Bars balonlar qo'yilgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan balonlar. Metan gazi bor. Xullas, holati diniq. Даже aynalar hali ta'mirlovga ham qilinmagan do'stlar. Rul chexol qo'yilgan, sidinaga chexol taqilgan, polik qo'yilgan, nilonium qo'yilgan. Xullas, holati zo'r. Hali ta'mirlovkalar ham bo'lmagan. Mashinamiz aybi prostoy variantda, ruli gidrolika. Motor holatlari ham zo'r. 2014, kuzov ham 14, texpasport ham 14. Bars akkumulyatorlari. Holati вообще zo'r. Hozir baqalam ko'rsatib o'tamiz. Nexia'ni o'zi eng ko'radigan yeri 2 dona lonjron bo'ladi. Holati вообще zo'r. Olib bemalol taksi qilsangiz ham bo'ladi, uya haydasangiz ham bo'ladi. Xullas, kamchiligi yo'q. Avtomobilimizni faqat kraskasini aytib o'tdim. Zang joylari ishlangan, orqa bir kredinda ozgina kusok kraskasi bor. Petno uchun sapilgan do'stlar. Holati zo'r. Bir qator olib ta'mirlovga qilib bersangizlar, undan ham zo'r bo'ladi do'stlar. 147 ming yurgan, chisti o'zini yurgani. Ko'rishingiz mumkin. Holati вообще diniq holatda turibdi. Videoga like bosib esdan chiqmasin do'stlar. Вообще zo'r holatda turibdi. Balonlar ham zo'r. Xodoylar ham mягкий, takir-tukur yo'q umuman. Haydab ko'rsangizlar bilasizlar. Metan gazi bor, 100 lik metan gaz qo'yilgan. Xullas, idealniy sosteniyada turibdi avtomobilimiz. Narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 63 million so'm aytamiz. Ustunda ozgina kelishib beramiz do'stlar. Holati zo'r. Barter variantimiz bor. Bank qilib ham beramiz. Bemalol ekranni pastidan nomer qoldirib qo'yaman. Kimga shu avtomobilimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlar turadi. Bemalol aloqaga chiqib, telefonlashib, kelishib olsangizlar bo'ladi. Birdan like bosib, videoni Nexia 2 izlagan obunachilarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad, hammaga toza avtomobillar sotib olib haydash nasib qilsin. Asa like bosib, videoni jo'natib qo'yamiz.